Assalomu alaykum, hörmətli ustozlar, kitap anglashni va kitap o'qishni yaxshi ko'rgan söyümlük do'stlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmalari 7-qism turmushning muhim savatlari va savoqlari degan kitobimizning ro'yi jihatdan kuchlik bo'lishning bir qancha usullari degan qismini o'qib beramiz. Kitap yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Layla. Kitap o'qilgan kun 2018-yili 17-oktyabr, chorshanba. Ro'yi jihatdan kuchlik bo'lishning bir qancha usullari 2016-yili 5-oyning 5-kuni. Men oldingi yozmamda dunyo dangliq korxonchilar jurnali Forbes'ning maqola avtori, psixologiya doktori, Amerika Miami shtati Lincoln shahridagi universitetining psixologiya o'qituvchisi va About.com torbitining 10 yoshlik o'smirlar tarbiyasi mutaxassisi Amy Moran xonimning 2016-yili nashr qildirgan ro'yi jihatdan kuchlik kishilar saqlangan 13 ish degan kitobining mazmunini qisqacha tunishtirgan edim. Amy xonim 2013-yili dekabrda ruhiy jihatdagi kuchligingizni o'stirishning 5 xil unumlik mashqi degan temada bir parcha maqola e'lon qilgan bo'lib, men mazkur yozmada shu maqolaning asosiy mazmunini tunishtirman. Ruhiy kuchlikning aniqlamasi psixologiya ilmi ko'pincha vaqtlarda ruhiy sog'lomlik masalasi ustida to'xtalib, ruhiy jihatdagi kuchlik va yoki ruhiy kuchlikning ro'shan aniqlamasini ancha tilga elib ketmaydi. Ruhiy kuchlik deganimiz siz kirib qolgan ahvolning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar kayfiyatingizni boshqarib va tanshab tafakkuringizni kontrol qilib ijobiy yo'sinda ish elib berishingizni ko'rsatadi. Ruhiy kuchlikni yetildirish deganimiz o'z qimmat qarshingiz bo'yicha yashash irodasini vujudga keltirib va muvaffaqiyat haqida o'zingiz bir aniqlama o'ylab chiqishga jur'at qiladigan bo'lishni ko'rsatadi. Ruhiy kuchlik irodadan ko'proq narsani o'z ichiga oldi. U yana o'zining borlig'ini atash va qattiq tirishishni talab qiladi. U sağlam odatlarni yetildirish va o'zingizning vaqti bilan energiyasini o'zini yaxshilashga atashnimi o'z ichiga oldi. Turmush oson bilingandek kishilar o'zlarini ruhiy jihatdan kuchlik his qildi. Ammo kishilarning haqiqiy ruhiy kuchlikligi tragediyalar yoki fojialar yuz berganda ondan o'z qiyofatini to'liq oshkorlaydi. Sizning ruhiy kuchligingizni o'stirgan mahoratlarni yetildirish yo'lini tanlash o'zingizni hayotdagi saqlang'ili bo'lmaydigan to'sqinliklarga tayyorlashning eng yaxshi usuli. Ruhiy kuchlikni yetildirishga foydali bo'lgan mashqlar xeyli ko'p bo'lib, tuvandikisi shularning ichidagi 5 xil mashqdan iborat. Birinchi, o'zingizning yadroliq e'tiqodini baholab chiqish. Biz hammamiz o'zimiz, o'z hayotimiz va dunyo haqida o'xshamagan yadroliq e'tiqodlarni yetildirdik. Yadroliq e'tiqod vaqtning o'tishi bilan tadrijiy yetildi. Hamda u o'zimizning burunqi sezgirashtillari tarafidan belgilandi. Sizning uningdan xabaringiz bor yoki yo'q bo'lishidan qat'iy nazar sizning yadroliq e'tiqodingiz sizning o'y fikrlaringizga, sizning ish harakatlaringizga va sizning kayfiyatingizga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi yadroliq e'tiqodlar xato va unumsiz bo'ldi. Masalan, agar siz men o'z hayotimda mangu muvaffaqiyatli bo'la olmayman degan tonishga ega bo'lgansiz, siz o'zingizga eng muvofiq kelgan bir xizmatni tepishga intilmaydigansiz hamda yangi xizmatga kirish ko'rishida o'zingizni to'liq tasvirlab bera olmasligingiz mumkin. Shunglashqa, sizning yadroliq e'tiqodingiz biz o'zingizdan qanoat his qildiradigan hukmga aylanib qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning yadroliq e'tiqodini tepib chiqib, uni obdan baholab beqing. Ondan oldi bilan tushunish oson e'tiqodlarni tepib chiqing. Ondan odatdagi qoidalarga uyg'un kelmaydigan e'tiqodlarga yuzining. Hayotda davomli bo'ladigan va mangu bo'lmaydigan ishlar intayin oz. Yadroliq e'tiqodni o'zgartish maqsadlik, niyat va qattiq tirishchanlikni talab qiladigan bo'lib, agar siz o'zingizning yadroliq e'tiqodini to'g'rilayotgansiz, u sizning hayotingizni o'zgartiradi.
İkinci, ruhiy energiyangizni aqlanlik bilan ishlating. O'zingiz kontrol qilolmaydigan ishlarning andisini qilish bilan o'zingizning men quvvatini isrof qilgansiz. Sizdagi ruhiy energiya nihoyatda tezla tugab ketadi. O'zingiz bir taraf qilolmaydigan salbiy masalalar ustida qancha ko'p o'ylangansiz, ijobiy ishlar uchun ishlatalaydigan energiyangizning miqdori shuncha bek ozlab ketadi. Masalan, bir yerda o'ltirib havo klimati haqida berilgan oldin ma'lumot ustida andish qilishning hech bir foydasi yo'q. Agar bir vahshiy bo'ron chapqun siz turayotgan joyga qarab kelayotgan bo'lsa, sizning uning ustida andish qilishingiz u bo'ron chapqunni to'sib qilolmaydi. Bundaq ahvolda eng yaxshisi siz uningga tayyorlik ko'rish yo'lini tanlang. Butun kuchingizni o'zingiz qila oladigan ishlarga markazlashtiring. Ruhiy energiyangizni biror masalani hal qilish yoki kelgusi uchun nishonini tuzishga o'xshash foydali ishlarga sarf qiling. Ma'lum bir ish ustida tafakkur qilib, uningdan bir natija chiqara olmaydigansiz, o'zingizning ruhiy energiyasini onglik holda boshqa bir foydali temaga yutgan. Ruhiy energiyangizni oqilonlik bilan ishlatishni takror mashq qilgan sari u bir odatga aylandi. Üçüncü, salbiy tafakkurlaringizning o'rnini foydali tafakkurlarga berish. Ko'pinchalarimiz o'z tafakkurlarimiz ustida o'ylanmaymiz. Shundaqdimi o'zingizning tafakkur qilish odatini yaxshi tushunish o'zingizda chidamchanlik qobiliyatini yetildirishga foydali. Men hech qanday ishni to'g'ri qila olmayman deganga o'xshash ko'ptirib etilgan va salbiy ideyalar sizning o'z iqtidoringizni to'liq joriy qildirishingizga to'sqinlik qildi. Shunlashqa salbiy tafakkuringizni eng dastlabida tizginlab, ularning sizning ish harakatlaringizga ta'sir ko'rsatishining oldini oling. Haddidan ziyoda salbiy ideyalaringizni tepib chiqib, ularning o'rniga foydali ideyalarni turg'izing. Ijobiy ideyalar haddidan ziyoda ijobiy bo'lib ketmasimi bo'ldi, ammo ular amaliyotga uyg'un yoki realistik bo'lishi kerak. Tamponlashgan ideyalar mening ba'zi ojizliklarim bor, ammo menda ortiqchiliklarım nihoyat ko'p deganga o'xshash bo'ldi. O'zingizdagi ideyalarni o'zgartirish sizdan davomli ko'zib turishni talab qildi. Ammo shunday bir jarayon o'zingizdagi barliq yoshirin qobiliyatlarni to'liq ishga solishga halqiliq rol o'ynay oladi. 4. Rahatsızlıkka chidashni mashq qilish. Ruhiy jihatdan kuchli bo'lish deganlik kayfiyatni buzishdan har vaqt saqlanish deganni ko'rsatmaydi. Amaliyotda ruhiy kuchlik sizning o'z kayfiyatingizni har vaqt nihoyat aniq bilib turishni, shu orqali yo'liqqan ahvolga qayta inkas qaytarishda eng yaxshi yo'lni tanlash imkoniyatiga ega bo'lishni talab qildi. Ruhiy kuchlik o'z hissiyotingizning kontrolligi ostiga tushib qolmay turib, ularni to'liq qabul qilishni o'z ichiga oldi. Ruhiy kuchlik har qanday vaqtda o'z hissiyotingizga qarshi ish tutish kerakligini tushunishni o'z ichiga oldi. Rahatsız hissiyotlarga chidash sizning ko'p mashq qilishni talab qildi. Hamda sizning ishonchingizni kuchayishiga erishib, undaq qilishmi osonlashib mavdu. Siz qandaq odam bo'lishni istasangiz, shundaq odamga o'xshash ish elib berishni mashq qiling. Men ochiq yo'riq odam bo'lsam deb o'ltirishning o'rniga, mayli siz yaxshi ko'ring yoki ko'rmang, ochiq yo'riq bo'lib yashashga urinib beqing. Ba'zida cho'ngroq foyda uchun bir qism rahatsizliklarni boshdan kechirishga to'g'ri keldi. Shundaq rahatsizlikka chidash orqali siz azroqdan o'z orzuyingizga yeta olasiz. 5. Har kuni hosil qilgan ilgirlashni baholab turish. Hozirgi zamondagi jiddiy hayot odamga burunqi ishlarni aslab o'ylanish fursatini nihoyat oz berdi. Siz cho'qim maxsus vaqt ajratib, o'zingizda ruhiy kuchlikni yetildirish jihatda qo'lga keltirgan ilgirlashni baholab va u haqda o'ylanib turing. Har kuni kechda o'zingizning tafakkurlari, hissiyotlari va ish harakatlari haqida nimalarni bilib olganligingizni bir qatim dangsab beqing. Shundaqla azisi amalga oshiradigan ishlarni planlab chiqing. Ruhiy kuchlikni yetildirish bir xil uzun muddatlik vazifa. Bu vazifani o'rinlash jarayonida yaxshilashga tegishli ishlar doim chiqib turadi. Bu jarayonda ba'zida oson, ba'zida qiyin tuyuldi. Qo'lga keltirgan ilgirlashni davomli baholab turish sizni o'z qimmat qarshingiz bo'yicha yashab
turib ko'zlagan muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega qildi.